Böğürünün o'rin-sap xaritasi Kanadada tartilgan. Buningda böğür topining tashkiliy qurilmasi aniq ko'rsatilgan. Bu qurilma dunyodagi 500 kuchli korxonaning 3-ni barliqqa keltirgan birdan-bir odam Doshenxoffning ishlash san'ati nomli kitobi bilan kishini hayron qoldirgan darajada o'xshab ketadi. Biz böğür topining aql parastini ishlash san'atining javhiriga birlashtirib kollektivni boshqarishning apchil yo'lini taklif qilib boqaylik. Oldi bilan odamning ishongisi kelmaydigani shuki, eng oldida mangan böğri ataman emas, balki böğür topining birinchi esheloni. Bu böğürlarning teni ojiz, yesh uchun kasal bo'lsa-mu, lekin ular böğür topining ilgirlash surati va ritmini egallab, böğür topining yo'l boshlag'uchisiga aylangan. Xuddi kollektivning rahbarlariga o'xshash, ular balkim eng yosh, eng hayotiy kuchga ega odam bo'lmasligi mumkin, lekin mo'l tajribasi va aql parastiga tayinib kollektivga muqimlik va bexatarlik ib kelalaydi. Orqada ikkinchi eshelon bo'lib, bu 5 qovul böğürlar topidagi eng botir jangchilar hisoblanadi. Böğür topi tahdid kuchirganda ular ko'krak kerib, o'tirg'i chiqib, butkul kollektivning bexatarligini qo'g'daydi. Mashinaga o'xshash kollektivning yadroliq a'zolari shundaq. Ular odatdan tashqari iqtidor va kuchli irodaga ega bo'lib, kollektivni puxta qo'llash bilan ta'minlaydi. 3-sap böğür topida ayollar, bolalar va nisbatan ojiz böğürlar. Ular böğür topida son jihatda ustunlikka ega. Garchi kuchi nisbatan ojiz bo'lsa-mu, lekin ular ittifoqlashib, hamkorlashish ro'yi va xolis to'kib qo'shish fazilatini hozirlagan. Bu xil tangpongliq va ko'p xillik kollektivning muvaffaqiyat qozonishidagi oshqushliq omil. Keyindagi 4-sap bilan 2-sap o'xshash bo'lib, o'xshashli kuchli böğürlardan tarkib topgan qo'g'dug'uvchi rolni o'ynaydi. Ular kuchli kuch va o'tkir kuzatish iqtidori bilan kollektivning umumiy bexatarligiga kafolat qila oladi. Albuki bu oxirida mukammal o'rinda turadigan rasmda yana bir tanho böğri bor bo'lib, bu boshqa böğürlar bilan orliq saqlaydi. Bu böğür topining sardori, shunaqla kollektivning yadrosi. U eng keyinda turadi. Nazar doirasi keng, butun kollektivni har tarafdan kuzatadi ham kontrol qila oladi. U har bir böğürni ko'rib, xatarni har vaqt kuzatib qolmay, ya'ni kollektivda hech kimning sapdan tushib qolmasligiga kafolat qila oladi. Rahbarlarning bu xil aql parasti va ko'ksqoni ishlash san'atida tashabbus qilingan rahbarlik ma'rifati ideyasi bilan bir-birini to'liqlaydi. Insonlar jamiyatiga nazar solsak, biz aksicha ahvolni bayqadik. Nurg'un rahbarlar eng oldida mengashni yaxshi ko'rdi. Eng ojiz a'zolarni eng oxirga qo'ydi. Holbuki böğür topining aql parasti bizga bir xil yangi tafakkur usulini yetkazdi. Ya'ni rahbar eng keyinda turib, umum nazar bilan butkul kollektivni ilgirlashga yetaklash kerak.